Sizlarning talablaringizga binoan mana ishdan kelib chiqdim. Bunga nima gap topasizlar endi, haydarchalar? Hozirgi kunda bilasizlar, uylan to'lovi juda ham qimmat. 30% boshlang'ich to'lovi o'zi 130-150 milliongacha aylanib ketadi. Lekin sizlarga hech kimda yo'q idealniy taklifimiz bor. Videoni oxirigacha ko'ring. Agar meni nomimdan, ya'ni Meyzixan nomidan kelsanglar, 30% lik boshlang'ich to'lovga imkoniyatinglar ozroq yetmagan bo'lsa, 20% gacha boshlang'ich to'lov qilib berishadi. Ya'ni bir xonali uyga 65 million so'm, ikki xonali uyga 75 million so'm bilan siz yangi uyga ega bo'lasiz. O'rtoqlar, o'zingizlar solishtiringlar, 150 million qatta-yu 75 million qatta. Deyarli teng yarmiga sizlarga biza uy olish imkoniyatini beryapmiz. Albatta, savollaringiz bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qilsanglar bo'ladi. Videoga like va kommentariy yozib qo'yishni unutmanglar. Bilaman, kommentariyada ishtonni ham muhokama qilib ketasizlar. Reklamadan yiqqan pullarimga va nihoyat ishdan sotib oldim. Xullas kelib uyinglarni olib ketishinglar mumkin.